Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda endi Malida notinchlik boshlandi. Qurolli guruhlar mamlakat bo'ylab hujumlar uyushtirdi. Trampga yana suiqasd uyushtirildi. Tramp va rafiqasi bo'lgan mehmonxonada otishma yuz berdi. Bunda Eronning qo'li bormi? Suriyaning yangi hukumati Rossiyani Xmeymim aviabazasidan chiqarib yubormoqchi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni istaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz, barcha yaqinlaringizga sizni nomingizdan eng samimiy va ezgu tilaklarni yetkazamiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar mavjud. Chet davlatlarda yurgan yaqin insoningizga ham tabrik yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroqlar kanalimizda bizni xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va tabrikka buyurtma bering. Endi Malida notinchlik boshlandi. Qurolli guruhlar mamlakat bo'ylab hujumlar uyushtirdi. Mali armiyasi 25-aprel kuni qurolli guruhlar mamlakat bo'ylab, jumladan poytaxt Bamakoda muvofiqlashtirilgan hujumlar boshlanganini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Guvohlarning xabar berishicha, Bamako yaqinidagi asosiy harbiy baza atrofida mahalliy vaqt bilan 6:00 atrofida ikkita kuchli portlash va tinimsiz otishma ovozlari eshitilgan. Hududdagi yo'llarni to'sish uchun harbiylar safarbar etilgan. Xuddi shunday tartibsizliklar mamlakat markazidagi Sivare shaharchasida, shuningdek shimoldagi Kidal shaharchasi va Gao shahrida ham kuzatilgan. Hamma joyda otishma ovozi eshitilmoqda, deydi sivarelik guvohlardan biri. Hozirda Mali hukumati Al-Qoida va IShIDning G'arbiy Afrikadagi bo'linmalariga qarshi kurashmoqda. Shuningdek, mamlakat shimolidagi Tuareglar boshchiligidagi uzoq yillik isyonlar ham davom etmoqda. Mali armiyasi bayonotida terrorchi guruhlar poytaxt va boshqa hududlardagi bir nechta pozitsiyalarga hujum qilgani aytiladi. Biroq aniq manzillar keltirilmadi. Armiya janglar davom etayotganini bildirib, aholini xotirjamlikka chaqirdi. Tuareglardan iborat isyonchilar ittifoqi Azavot ozodlik fronti matbuot kotibi Muhammad al-Maulud Ramadan ijtimoiy tarmoqlarda o'z kuchlari Kidal va Gaodagi ko'plab pozitsiyalarni nazorat ostiga olganini ma'lum qildi. Xavfsizlik xizmatidagi 4 ta manbaga ko'ra, shanba kungi hujumlarda Al-Qoidaning mintaqaviy bo'linmasi Jamoat Nusrat al-Islom val Muslimin ham ishtirok etgan. Hozircha guruh yoki sohil provinsiyasidagi IShID hujumlari uchun javobgarlikni rasman zimmasiga olgani yo'q. Mahalliy aholi vakilining aytishicha, Bamako aeroport yaqinidagi harbiy lager atrofida ham otishmalar eshitilgan. Ushbu lagerda rossiyalik yo'llanma jangchilar joylashgan. Harbiy lager tomonidan otishma ovozlarini eshitdik. Bu aeroportning o'zi emas, balki aeroport xavfsizligini ta'minlovchi lagerdir, deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmagan fuqaro. Mali hozirda general Assimi Goiti boshchiligidagi harbiy xunta tomonidan boshqarilmoqda. U 2020-yilgi davlat to'ntarishidan so'ng xavfsizlikni tiklash va qurolli guruhlarni siqib chiqarishni va'da qilib, hokimiyatni qo'lga olgan. Goita dastlab g'arb davlatlari bilan mudofaa sohasidagi hamkorlikni rad etib, xavfsizlik masalasida rossiyalik yo'llanma jangchilarga tayanib keldi. So'nggi paytlarda Mali AQSh bilan aloqalarni yaqinlashtirishga harakat qilmoqda. Mart oyida Mali va AQSh o'zaro kelishuvga erishishga yaqinlashgan. Kelishuvga ko'ra, Washington jihodchi guruhlar haqida ma'lumot to'plash uchun Mali osmonida yana samolyot va dronlar uchirish mumkin bo'ladi. Trampga yana suiqasd uyushtirildi. Tramp va rafiqasi bo'lgan mehmonxonada otishma yuz berdi. Bunda Eronning qo'li bormi? AQSh prezidenti Donald Tramp va uning ma'muriyat a'zolari bo'lgan mehmonxonada noma'lum shaxs o't ochdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Hodisa 25-aprel kuni Washington Hilton mehmonxonasida bo'lib o'tgan Oq uy muxbirlari assotsiatsiyasining yillik kechki ziyofatida yuz berdi. Oqibatda AQSh maxfiy xizmati va boshqa xavfsizlik organlari Trampning nutqini kutayotgan 100 dan ortiq odam o'tirgan mehmonxonaning ziyofat zalini qurshab oldi. Ba'zi ishtirokchilar 5 dan 8 tagacha o'q ovozini eshitganini aytmoqda. Qurollangan shaxsning o'zi zalga kirmagan. Voqea mehmonxonaning boshqa xonalaridan birida sodir bo'lgan. Tadbirda Trampdan tashqari uning rafiqasi Melania Trump, vitse-prezident J.D. Vance, Mudofaa vaziri Pete Hegseth va davlat kotibi Marco Rubio ham ishtirok etayotgandi. Ular va tadbirga taklif qilingan boshqa jurnalistlar ham evakuatsiya qilingan. Mehmonxonada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Oq uy matbuot xizmati gumonlanuvchi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Erkakning ushlanganini AQSh prezidenti ham tasdiqladi. Vashingtonda Kolumbiya okrugida sermazmun oqshom bo'ldi. Maxfiy xizmat va huquqni muhofaza qiluvchi organlar a'lo darajada ish olib bordi. Ular tez va jasorat bilan harakat qildi. O't ochgan shaxs qo'lga olindi. Men esa shouni davom ettirishni tavsiya qildim. Biroq to'liq huquqni muhofaza qiluvchi organlar tavsiyalariga amal qilaman, dedi prezident. Trampning aytishicha, hodisa sabab jurnalistlar bilan uchrashuvni boshqa vaqtga ko'chirishga qaror qilingan. Donald Tramp otishma hodisasi Eron bilan bog'liq bo'lish ehtimolini shubha ostiga oldi. U Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu voqea bilan Eron inqirozi o'rtasida bog'liqlik yo'q deb o'ylayman deya ta'kidladi. Shu bilan birga prezident bu hodisa uning siyosiy pozitsiyasiga ta'sir qilmasligini bildirib, bu meni to'xtatmaydi va Eronga nisbatan g'alabaga erishish yo'limga xalal bermaydi degan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumni sodir etgan shaxs 31 yoshli Cole Thomas Allen bo'lib, u Kaliforniya shtatining Torrans shahrida yashaydi. Biroq bu ma'lumot hozircha rasmiy huquq-tartibot idoralari tomonidan tasdiqlanmagan. Tergov davom etmoqda. Suriya yangi hukumatı Rossiyani Xmeymim aviabazasidan chiqarib yubormoqchi. Suriya prezidenti Ahmad Ashara ma'muriyati Xmeymim aviabazasini Rossiyadan tortib olishni va uni o'z harbiylari uchun o'quv punktiga aylantirishni rejalashtirmoqda, deb xabar berdi Kommersant nashrining Damashqdagi manbasi. Uning so'zlariga ko'ra, aviabazani hamkorlikda boshqarish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Bunda obyekt faqat harbiy bo'lmagan maqsadlarni bajaradi. Manbaning ta'kidlashicha, asosiy sobiq isyonchilardan iborat hozirgi Suriya armiyasi umumiy harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan va sohil bo'yidagi Laziqiya viloyatidagi Xmeymim bazasi ularni tayyorlash uchun mos keladi. Shu bilan birga Suriya rossiyalik harbiy instruktorlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda, deb xabar berdi Al-Madon gazetasining Respublika mudofaa vazirligidagi manbalari. Ularning aytishicha, bu zarur, chunki armiya asosan Sovet va Rossiya ishlab chiqargan texnikalar bilan qurollangan. Ularning qo'shimcha qilishicha, yordam ehtimol quruqlikdagi kuchlarni tayyorlash bilan cheklanadi. Uchuvchilarni tayyorlash haqida gap ketmayapti. Bashar Asad rejimi qulagandan so'ng Rossiya Suriya bazalaridan barcha qurol tizimlarini, jumladan S-300 va S-400 havo mudofaa tizimlari, shuningdek Bastion raketa tizimlarini olib chiqishga majbur bo'ldi. Shuning uchun hozir bu obyektlardan strategik aviatsiyani qisqa muddatli joylashtirish uchun ham foydalanish qiyin, dedi Rossiya Xalqaro ishlar kengashi eksperti Anton Mardasov. Uning qo'shimcha qilishicha, hozircha Suriya Rossiya harbiylariga Xmeymimdan Afrikaga yuk tashish uchun aerodrom sifatida foydalanishga ruxsat bermoqda. Ammo vaziyat o'zgarishi mumkin. Yanvar oyida Damashq Rossiyadan Suriya Kurdistoni poytaxtidagi 2019-yildan beri mamlakat shimoli-sharqini nazorat qilish uchun asosiy forpost va kuchlarni o'tkazish uchun logistika markazi bo'lib xizmat qilgan Qamishli bazasidan qo'shinlarni olib chiqishni talab qilgan edi.